Video davomida. Ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzida otlarning 400 dan ortiq zoti mavjud. Shayton zotdor otning egasiga va zotdor ot boqiladigan uyga yaqinlashmaydi. Shu bois ko'plab ulamolar farzandlaringizni ot minishga o'rgating deya alohida ta'kidlaganlar. Ot bilan bog'liq yana bir sir shuki, u suv ichgan satilda boshqa hayvonlarga suv tutish mumkin emas. Ba'zi otlar egalarining vafotidan ko'p o'tmay ochlikdan nobud bo'lganiga hayotda ko'p bor guvoh bo'lishgan. Shundan so'ng ot o'zini suvga otadi. Bu hodisani ko'rgan Mo'g'ul jangchilari orqaga qaytib ketadilar. Ot minish sog'lik uchun juda foydali, ayniqsa erkaklar uchun. Eng qizig'i oldinda bizdan uzoqlashmang. Otlar insonning chin do'sti, er-yigitning qanoti. Xalqimizning ko'p ming yillik dostonlarida ham ot timsoli yuksak maqomda madh etiladi. Sohibining yaqin ko'makchisi sifatida ta'riflanadi. Bu jonivorga mehr qo'ymagan yigitlar kamdan kam topiladi. Ot uy hayvoni hisoblanib, azal-azaldan insonlar undan transport va xo'jalik ishlarida hamda sport o'yinlarida foydalanib kelgan. Tarixdan ma'lumki, ajdodlarimiz ot o'ynatib, egar ustida ulg'aygan. Hanuzgacha nuroniylarimiz ot parvarishlangan xonadon fayzu barakali bo'lishini bot-bot uqtirishadi. Otning quloqlari orasidan behishd shamoli esib turadi, deydi dono xalqimiz. Ehtimol shu bois odamlar otni o'zgacha mehr bilan qadrlasa kerak. Urf-odatlarimiz ko'pkari, olomon poyga, uloq, ag'darish kabi milliy o'yinlarimizni tulporlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ot mingan kishilar qadimdan viqorli ko'rinishgan, shu bilan birga sog'lom va baquvvat bo'lib shakllangan. Gap shundaki, bizga bo'ysundirib berilgan ulovlar orasida aynan ot o'zgacha fusun va chopqirligi bilan ajralib turadi. Shu sababli insonlar doim ot minishga ishtiyoqmand bo'lishgan. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'zbek xalqi qadim zamonlardayoq uyida ot boqqan. Farzandlari uchun eng yaxshi sovg'a sifatida ham aynan toychoqni tanlashgan. Shu o'rinda ma'lumot, otning 1 yoshgacha bo'lgan bolasi qulun deyiladi. O'zbeklar yosh bolalarni qulunim deb erkalashi shundan. Qulun biroz katta bo'lgach toychoq bo'ladi. Ko'pincha ota-onalar bolasiga mehri tovlanib ketganda yoki bolasining biror joyga tezroq borib kelishi lozim bo'lganda o'g'illarini toychog'im deb erkalaydilar. Bunday deyilishiga otning chopqir ekanligi sabab bo'lgan. Dunyodagi eng chopqir otlar transport vositalari bilan raqobatlasha oladi. Ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzida otlarning 400 dan ortiq zoti mavjud. Dunyo otlarining eng ko'pi Xitoyda ekan. Alloh taolo ularning har birini o'ziga xos xususiyatlar bilan yaratgan. Otlarning tabiati mag'rurlik, o'zidan xursand bo'lish va egasiga muhabbatli bo'lishdan iborat. Ularning sharafi uchun Alloh taoloning quyidagi oyati kifoya qiladi. Alloh yo'lida harsillab chopadigan otlarga qasamki, Adiyat surasi 1-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam otning peshonasini silab turib aytgan muborak so'zlari ham bunga dalolat qiladi. Otlarning peshonasida qiyomat kunigacha xayr, ya'ni ajr va g'animat bog'lab qo'yilgan. Bu yerda peshonadan murod otning boshidagi osilib turgan soch, ya'ni yolidir. Imom Zamaxshariy Anfol surasining tafsirida quyidagi hadisni keltiradilar. Shayton zotdor otning egasiga va zotdor ot boqiladigan uyga yaqinlashmaydi. Otni birinchi bor egarlab mingan zot Ismoil alayhissalom hisoblanadilar. Ungacha ot boshqa yovvoyi hayvonlar qatorida bo'lgan. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ot mininglar, zero bu
otangiz Ismoil alayhissalomning merosi hisoblanadi deya marhamat qilganlar. Darhaqiqat ot xosiyatli jonivor. Rivoyatlarga ko'ra u egasining xonadoniga rizq tilar ekan. Uyida ot boqqan inson barakali hayot kechiradi degan naqlda ham katta ma'no bor. Ot bir kecha kunduzda yaratgandan 40 ta rizq so'raydi. Shundan 39 tasi yurti va egasiga, bittasi esa o'ziga ekan. Xalqimizda otingdan ayrilsang ham jikkamikingni buzma degan naql bor. Jikkamik yakka mix, ya'ni ot bog'lash uchun foydalaniladigan baquvvat yog'ochdan qilingan qoziq hisoblanadi. Uzunligi 3 metrgacha yetadigan jikkamikni odatda yangi hovliga ko'chib o'tgan uy egalari oti bo'lmasa ham kelajakda bizning hovlida ham ot bo'lsin degan yaxshi niyat bilan o'rnatishadi. Aytish joizki, otlar o'zining farosatliligi va o'tkir zehnliligi bilan boshqa hayvonlardan ajralib turadi. Qadimda ota-bobolarimiz farzand tarbiyasida otdan unumli foydalanishgan. Shu bois ko'plab ulamolar farzandlaringizni ot minishga o'rgating deya alohida ta'kidlaganlar. Sir emas, ot ustida o'tirgan kishining ruhiyati sog'lomlashadi. Balandlik odamni sergaklantiradi. Uni boshqarish jarayonida yosh bolaning abjirligi va jasurligi ortadi. Agar ustida o'tirgan kishi hushyorroq bo'ladi, otning tez chopishi esa odamni chiniqtiradi. Otlarning sifati, ish qobiliyati va uzoq foydalanish imkoniyati ularni boqish va asrash sharoitiga bog'liq. Bu jonivorning oshqozoni oddiy tuzilishga ega. O't xaltasi yo'q. Terisining junlari nisbatan kalta, 1-4 sm. Jingalakligi kam uchraydi. Peshonasining gajagi, yoli va dumi qillardan iborat. Otlarga asosan suli, arpa, javdar, makkajo'xori doni va sershira ozuqa, ya'ni sabzi, lavlagi, kartoshka hamda silos yem sifatida beriladi. Otlar kuniga 3 mahal sug'oriladi. Ularni el orasida pokiza jonivor deyishadi. Haqiqatan ham ot boshqa jonivorlarga qaraganda toza yuradi. Otbozlarning aytishicha, mabodo sayizxona biror kun tozalanmay qolib ketsa, otlar bezovta bo'lishar ekan. Ot bilan bog'liq yana bir sir shuki, u suv ichgan satilda boshqa hayvonlarga suv tutish mumkin emas. Negaki ot suv ichayotgan vaqtda og'zini chayqash imkoniyatiga ham ega. Bu esa otga suv bergan paqirni sigir yoki qo'ylar uchun ham ishlatish zararli mikroblarni tezlik bilan o'sha hayvonga yuqishini bildiradi. Otlar og'zi bilan nafas ola olmaydilar. Shuning uchun burnini yopsangiz pishqirishi aniq. O'rtacha 25-30 yil umr ko'ruvchi bu jonivorda ajoyib xotira bor. Ular hayotida yaxshi, yomon holatlarni eslashi mumkin, biroq do'stlarni hech qachon unutishmaydi. Otlar hayvonlar ichida eng aqllisi hisoblanadi. Ko'pchilik otlar odam tanlaydi. Yoqtirmagan kishisini yaqin yo'latmaydi. Ayniqsa uloqchi otlarda bu xususiyat juda kuchli. Vafodorlikda ular itlardan keyingi o'rinda turadi. Ba'zi otlar egalarini vafotidan ko'p o'tmay ochlikdan nobud bo'lganiga hayotda ko'p bor guvoh bo'lishgan. Chunki ot va inson o'rtasida qandaydir yaqinlik bor. Shu bois asrlar osha badiiy adabiyotlarda ot haqida ko'p yozilgan. Tarixga nazar solsak, Alpomishning oti Boychibor 2-3 kilometr olisda kechayotgan xatarni sezgan va kishnab bu haqda Alpomishni ogohlantirgan. Amir Temurning oti Lochin esa harbiy yurishlarda xavfli hodisalarni sezsa, o'z yo'nalishini o'zgartirgan va shu hodisalarni bir necha bor kuzatib bilgan. Shuning uchun Amir Temur o'z yurishlarida otning yo'nalishini obdon kuzatgan hamda uning xosiyati va harakati yordamida harbiy qo'shinlarini xatarli hodisalardan qutqargan. Iskandar Zulqarnaynning otining nomi Butsefal edi. U oq rangli, peshonasi do'ng va kuchli bo'lgan. U ham o'ta aqlli va xislatli bo'lib, Iskandarning dunyoni yarmini zabt etishida hamroh va o'ziga xos maslahatchi, g'oliblik yoxud mag'lublikni oldindan sezib, egasiga bildiruvchi hamroh bo'lgan.
Biroq Iskandar Zulqarnaynning baxtiga qarshi u baxtsiz hodisaga duch kelgan. Ya'ni Iskandar Hindistonga yurish qilganida Butsefal Hind fili bilan kurashgan. Ayni o'sha paytda boshqa bir fil kelib otni urib jarohatlagan. Oqibatda ko'p o'tmay ot halok bo'lgan. O'zbek pahlavoni Jaloliddin Manguberdining oti Duldul esa Chingiz bosqinchilari bostirib kelgan paytda urush maydonida bosqinchilardan himoyalanish uchun o'z yo'nalishini tez-tez o'zgartirib yugurgan. Bir safar Mo'g'ul bosqinchilarining minglab askarlarni qilichdan o'tkazgan Jaloliddinni asirga olish uchun juda ko'pchilik bo'lib o'rab olishga erishganlar. Shunda Duldul o'z harakati yo'nalishini baland tepalikka burib, Adirga qarab katta tezlik bilan chopgan. Mo'g'ullar endi Manguberdini shubhasiz tiriklay tutib olamiz deb orqasidan quvganlarida Duldul Amudaryoning qirg'og'idagi tepalikka chiqib, qattiq kishnab Manguberdini ogohlantiradi. Shundan so'ng ot o'zini suvga otadi. Bu hodisani ko'rgan Mo'g'ul jangchilari orqaga qaytib ketadilar. Otning bahodirligi tufayli Manguberdi sog'-omon qoladi. Otlar dunyodagi hayvonlar orasida eng ko'p xususiyatga ega jonivor hisoblanadi. Ularning fazilatlaridan yana biri shundaki, egasini ko'z qarashlaridan, o'zini tutishidan tushunadi. Egasining kayfiyati yomon bo'lsa, ular ham o'zini shunga mos tutadi. Ular insonni ovozidagi his-tuyg'uni ham seza oladi. Odamlarga nisbatan otlarda sezgi organi juda kuchli bo'lib, ular kechasi ham yaxshi ko'ra oladi. Hatto 360 darajada orqani ko'ra olish ham hayratingizni oshiradi. Otlar qarshisidagi odamni shum niyatini, shuningdek yo'lidagi chuqurlik, pistirma kabilarni darrov seza oladi. Yo'l ko'rsatishda ham navigatsiyasi yaxshi ishlaydi. Zoologlarning aniqlashicha, otlar odamlarning hissiyotlarini anglay olish qobiliyatiga ega. Jumladan ular odamlarning qiyofasida g'azab yoki quvonch aks etganini aniqlay olar ekan. Qabriston oldidan o'tgan inson qabr ichidagi azoblarni eshitmasligi, lekin shu qo'rqinchli ovozni hayvonlar, jumladan otlar juda yaxshi eshitishi haqida ko'pchiligimiz o'qiganmiz. Hozirgi zamon olimlari ham otlarda inson eshita olmaydigan narsani eshita olish kabi noyob qobiliyat borligini tasdiqlashgan. Otlarning bu kabi xislatlari juda ko'p. Masalan, agar ularni jilovi olib qo'yilsa va ular hech narsadan xavotirlanmasa, turgan joyida, ya'ni tikka turib uxlashlari mumkin. Qadimda suvga oqib ketgan odam jasadini ot orqali topganlar. Odatda otlarni ko'pkarida sinashadi, chunki har qanday otning oyoq olishi uloqda ma'lum bo'ladi. Yilqini bu tarzda sinovdan o'tkazish ajdodlarimizdan qolgan. Buxoro amirligi qo'shiniga ot to'plashda ham ko'plab uloq marosimlari o'tkazilgan. Ko'pkari ko'p asrlik musobaqa. U azaldan turkiy xalqlar hayotini ajralmas bo'lagi bo'lib kelgan. Unda otlar bilan birga polvonlarning or-nomusi, g'ururi, abjirligi va dovyurakligi sinalgan. Polvonlarning aytishicha, chavandoz mard bo'lish kerak. Shu bilan birga polvon bo'lishda kuchning o'zi kifoya qilmaydi. Buning uchun kishida mardlik, oliyjanoblik, tantilik xususiyatlari ham bo'lishi lozim. Chavandoz va otning eng balandga sakrashi 1949-yili rasmiy ravishda qayd etilgan. Uning balandligi 2,47 m ga teng edi. Otlarning biologik xususiyatlaridan eng muhimi, ularni yil davomida yaylovlarda boqish mumkin. Otlar serharakat, kasalliklarga chidamli, tashqi muhit sharoitiga tez moslashuvchan bo'ladi. Biyalarning homiladorlik davri esa 11 oyni tashkil etadi. Otlarning go'shti va suti ham foydali oziq-ovqat mahsuloti sifatida iste'mol qilinadi. To'yimliligi, kaloriyasi yuqori bo'lgan ot go'shtidan turli xil lazzatli mahsulotlar, qazi, qarta, quritilgan go'sht, konserva, kolbasa hamda taomlar tayyorlanadi. Shuningdek, ot go'shtidan tayyorlanadigan qimiz aholining eng foydali va shifobaxsh ichimliklaridan hisoblanadi. U bir qator kasalliklar, sil, oshqozon ichak va boshqa xastaliklarni davolashda salmoqli o'rin egallaydi. Odamlar qimizni shuningdek kamquvvatlik, kamqonlik, nafas yo'llari, jigar, buyrak, yurak va asab kasalliklarini davolash uchun ham iste'mol qilishgan.
Bu mahsulot faqatgina bemorlar uchun emas, balki sog'lom odamlar uchun ham foydalidir. Otlarni ipologiya fani o'rganadi. James Watt bug'da ishlaydigan mashinani ixtiro qilganda, uning imkoniyatlarini namoyish qilish uchun yangi uskunaning kuchini ot kuchi bilan solishtirishga majbur bo'ldi. Natijada yangi kuch birligi, ot kuchi muomalaga kiritildi. Ot minish sog'lik uchun juda foydali, ayniqsa erkaklar uchun. Kishi ot minganida tanasining barcha a'zolari, hatto oyoq uchlarigacha harakatga keladi. Bu esa qon aylanishini yaxshilaydi. Yana bir foydali ma'lumot: ot bilan ishlagan insonlarning 50% qandli diabetga yo'liqmaydi. Ot sportida chopag'on shunchaki yugurmaydi, parvoz qiladi. Ham jisman, ham ruhan quloch yo'yadi. Kuchiga kuch, shiddatiga shijoat qo'shiladi. Shamol shovuriga ish bo'lib, oftob nuridan quvvat oladi. Shu bois zamonaviy transport vositalari shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda ham tulporlarga bo'lgan ehtiyoj aslo kamaygani yo'q. Ayniqsa harbiy xizmatchilar uchun tog' va tog'oldi hududlarda belgilangan topshiriqlarni bajarishda otlarning o'rnini hech bir texnika bosa olmaydi. Shaxsiy tarkib, o'q-dori va qurol aslahalarni belgilangan nuqtaga o'z vaqtida va oson yetkazishda albatta ushbu ulovlarning o'rni beqiyos. Shunday ekan, ot mingingiz keldimi? Unda shoshiling. Zero mashhur shoirimiz Muhammad Yusuf ot qadrini qaydan bilsin ot minmagan erkaklar deya bejiz aytmagan. Lekin bir narsani unutmang, otlar qo'rqqaningizni ham bilishadi. Shunday ekan, qo'rqmaslikni tavsiya qilamiz. Ziyrak va hushyor bo'ling. Otlar xushmuomalalikni yoqtiradi. Agar rizq va baraka izlasangiz, u holda uyingizda albatta ot boqishga harakat qiling.